Abdurahmon Fozilov reklama qilgan Namangandagi eng premium kiyim do'kon shu Akmalxon aka. Ha, albatta, nafaqat Namanganda, bu do'konimiz butun O'zbekistonda bitta bo'lib turibdi. O'zi nimalar bor bu bitta do'konda aka? Ketdik bir ko'ramiz. Akmalxon aka, do'kon juda ham premium-ku, o'zi nimalar bor bu yerda? Bu do'konda Farruxbek nimalar yo'q deng? Erkak kishi kundalik hayot uchun kichik detallardan tortib to pijamalargacha hamma narsa bor. Faqat do'konimizda tashqi kiyim yo'q xolos. O'zingizga kirsangiz hamma narsa topishingiz mumkin. Faqatgina ustingizga kostyum topa olmaysiz xolos bu do'konda. Qani aka, eng zo'r sotiladigan 3 ta mahsulotni obunachilarimizga ko'rsataylik. Hozirgi kunda sotuvda birinchi o'rinda turgan pijamalarimiz bo'lib, 500 xildan ortiq assortimenti mavjud. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham Namanganda yagona deb ayta olaman. Ikkinchi o'rinda 1200 xildan ortiq assortimenti tursularimiz bo'lib, narxi 20 ming so'mdan 200 ming so'mgacha mavjud. Sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Uchinchi o'rinda dizayner va sifati bo'yicha ajralib turadigan Tony Bellucci sumkalarimiz bo'lib, keng assortiment va narx bo'yicha Namanganda yagona deb ayta olaman. Akmalxon aka, ochiq do'konga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Manzili bitta obunachilarga eslatib o'taylik. Manzilimiz Namangan shahar Do'stlik buyum bozoridan tushib kelishda Do'mboq jo'jani to'g'risida Dorensa do'konida barchani kutib qolamiz.